Soğuk bilezik. 5. kısım. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlayımız. Soğuk bilezik. Men yana anladım. Bu yerde Uyg'ur bar o'xshaydi. Desem ular bir-biriga "Sen anladingmi?" deb so'rashdi. "Yo'q, anglamadim" deyishdi. Ular menga qarab, "Biz hech narsa anglamadik" dedi. Bu gapni anglab bekla achchig'im keldi. Chunki men rostla anglagan edim. Ammo qandaqsigi bu yerde Uyg'ur bo'lsin. Bar desakmi ular nada? Ajoyib ish. Mening anglag'inim nima ovoz emsa? Kallamda ko'p savollar tug'ildi. Bir ozdan keyin tushlik tomoq vaqti bo'lgan edi. Qarovullar yotoq eshigini ochdi va hamma odamni "Yotoqqa kirib ketinglar" deb chaqirdi. Yotoq har holda yaxshi edi-yu, ammo sirtda yoqqan yomg'ir yog'ochtamdan uchib yanil yotoqqa kiratdi. Atrofimdagi hamma odam to'limi bechora ko'rinatdi. Menmi ota-onamni, bo'libmi ayolimni bekli sig'ingan edim. Qo'rsaqlarimizmi och edi. Yeydigan narsamizmi tugagan. Atisi nima yeyishimizni qat'iy bilmaydik. Bundaq ketaversa, bu yerda och qilib o'lib ketishimiz mumkin edi. Yağmur şu yaqqancha dushanba, seyşembe ve çarşembe kunlari to'xtamay yağdı. Lekin seyşembe kuni etiganda ajoyib bir mo'jizlik ish bo'ldi. Shu kun etiganda yotoq boshlig'i meni uyg'otdi. U vaqtda sirtda yağmur yog'ayotqachqa hamma odam yotoqdan chiqolmay uxlayotgan bo'lib, bizmi uxlab qolib ekanmiz. Yotoq boshlig'i qo'llarida bir necha xaltada tomoq elib kelibdi. U "Muslim" deb qo'llaridagi tomoqni qo'yib qo'yib ketib qoldi. Men hayron bo'lib tomoqni ochdim. Texmi hayron qolarlik yeri shuki, u tomoq 3 kishilik bo'lib, xaltaliq sut, mayda pishirilgan bug'doy ximirdagi 6 tal quymoq edi. Oxirgi yana bir xaltaning ichidagi nima tomoq ekanligini bilamsiz. Ustiga go'sht besilgan Uyg'ur polosi ekan. Uningdan boshqa yana xili ko'p mevalarmi bor edi. Subhanalloh. Hurmatli o'qirman. Balkim siz bularga ishonmayotgansiz. To'g'ri, men ham ko'rib o'z ko'zlarimga ishonmayotman. Qattiq gangirash bilan bolalarni uyg'otdim. Ular bu tomoqlarni ko'rib hayronlikda "Buni kim ekepti?" deb so'raverdi. Men faqat bilmayman. Allohga hamdlar bo'lsin deydim. Arada Obul Qosim, Maryam onamizga hech bir sababsiz taom va mevalarni bergan Allohning rahmati bu. Kelinglar, Allohga shukr sajdasi qilaylik dedi. Ko'zlarimdan ixtiyorsiz yoshlarni to'kkan holda sajdaga yiqildim. Ondan tomoqni yedik. Poloning ko'rinishidan naq Uyg'ur polosi edi, ammo ta'mi o'xshamaydi. Uningga Arabning polosiga soldigan qalampur, mixtochin va qarmut silingan bo'lib, savzini Uyg'urlar qandoq to'g'rab salsa, shundoq to'g'rab silingan edi. Men ilgari chet elliklarning oshxonasida polo yeb baqqan, ammo ular pologa hargizmi savz solmaydi. Bu tomoqlar zodi nadin keldi degan savollar bizda bir tugum bo'lib qolgan edi. Biz 3 qoch tomoqning birini o'zimiz yeb, boshqa ikkisini yotoq boshlig'i va tarjimon, ondan yotoqning ichidagi hojatxonaning raisiga bergan edik. Ularmi xo'shal bo'lishib, xeyli ko'p odam birga yeyishdi. Bu bizga nima degan katta ne'mat ha? Texi tunugun och qilib o'lib ketishimiz mumkin deyishgan edik. Ammo bugun yeyishimiz o'xshagan polo bo'ldi. Alloh har narsaga qodirdir. Chorshanba kuni sahardimi tunugunga o'xshash tomoq kirdi. Sirti yomg'ir yog'ayotgan edi. Bu kuni tarjimonni elib berib, yotoq boshlig'idan tomoqni kimning ekalganligini so'rdik. U "Men bilmayman, lekin 3 chet ellik musulmonga deb berdi. Men yomg'ir to'xtasa sirtga chiqib so'rab baqay" dedi. Tushdan keyin balkim asr vaqti bo'lsa kerak, yotoq boshlig'i sirtga chiqib ketdi. U shom namoz vaqti bilan kirdi va tarjimon orqali ularning deyishicha tomoqni uzun soqolliq bir odam oshxonadan keltiribdi dedi. Men "Yo'q, u odam emas. Hargiz u odam emas" deydim ichimda. Biz bu kunlarni Qur'on o'qib, uxlab o'tkazdik. Payshanba atiganda biz sirtga chiqdik, chunki yomg'ir to'xtagan edi. Sirtqa chiqishimizga oldi tarafdan egiz bo'yliq bir kishi biz tarafga qarab kelyotdi. U bekmi bastilik, soqollari uzun bo'lib, soqolning uzunligimi 2 g'erich keladi. Uchisiga oppoq kiyim kiyib olgan edi. U kishi bizga yiroqdan kulib kelyotdi. "Tova, biz bu odamga qandoqmi qaraymiz? Nima dermiz?"
to'g'risini aytganda bu odamning oldida yuzimizmi yo'q edi. Bu odam bizga ochiqlamasdan tamoq elib kelibdi, da'vat o'zimga. O kishi oxiri yinimizga keldi. Biz kichik bolada qo'llariga esilib, "Sorry" deb yosh bilan to'lgan ko'zlarimizni ilib qachatdik. O odam ajoyib go'zal mehri bilan, "No, bu Allohning taqdiri. Sabr. Men ansari, menga duo qilinglar" deydi. Tova, mana bu islom edi. Men bilgan, men ishongan din bu edi. Men ansarlar to'g'risida kitobdan o'qigan edim. Ammo menga Allohim bu kunlarda o'z ko'zlarim bilan ko'rsatdi. Hurmatli o'qirman, keyinchi men sizga bu kishining butun ahvolini hech so'z qatmasdan va qoldirib qo'ymasdan so'zlab beraman inshaalloh. Yo'q, balkim sizga bu kishining hikoyasini boshdan boshlab so'zlab bersam texmi tushunishlik bo'lar. Qani amsa saqlab beqing. O kishi bizga, "Kelinglar, tamoq yeyli. Bu sen bizga o'gitib qo'ygan sizlarning tamoqinglar. Sizlar uchun etkizib keldirdim. Asli men boshqa turmada edim. Dushanba kuni sotqa borgan edim. Shu yerda masjiddagilar sizlarni bu yerga yetkazganni dedi. Shunga men bu o'ringa yetkilib keldim. Bu yerda sizlarning och qilishinglardan qo'rqdim. Inshaalloh men yana 20 kundan keyin bu yerdan chiqib ketaman. Sizlarning ishinglarga masjid yo'l mengyotidi. Men to'laydigan jarimani pulni berib qo'ydim" dedi. Va yana, "Sizlar juma kuni sotqa borsizlar. Qo'rqmanglar. Allohga biz uchun duo qilinglar" dedi. Albatta u ansari hojim bizga turmadagi Xitoy tarjimon orqali gap qilgan edi. U kishi so'zini tugatib, "Bo'ldi qilinglar, tamoq yenglar" dedi. Biz chetdagi bekor yerni tepib o'ltirdik. Ansari hojim, "Ha, tamoqni yevilinglar" dedi. Biz billi yeyli desak, "Yo'q, men ro'z tutib olgan" deydi. U dal payshanba kuni edi. Biz bo'ldi amsa hili yeyli desak, "Yo'q, hozir yenglar, qiziqi yevilinglar" dedi. Biroz ilgari u kishi bizning qishimizga kelganda biz chashgoh namozi uchun tahorat ilayotgan edik. Texi qo'llarimizni qurmagan edi. Bizmo bo'pti yeyli deb xaltining og'zini ichishimizga u hojim, "Qo'llaringlarni yuvib yenglar" dedi. Menmi ma'qul desam bo'lmasmidi? Ammo men ko'rganingizdek biz hozir tahorat olgan, qo'limiz pokiz debdiman. U hojim, "Amsa Rasulullohning tamoqdan burun qo'linglarni yuvinglar degan so'zi uchun qo'linglarni yuvinglar, pokizlik uchun emas" dedi. Voy halimga, texi men jihad qilmoqchi bo'lgan kishi edim. Oddiy bir sunnatni ahyo qilolmagan halimga voy. Biz qattiq hijillik bilan qo'llarimizni yuvib tamoq yedik. U hojim boshqa rayonda turdi ekan. Biz o'zimizning har qanday qiyinchiligimizni demadik. Qandoqmi degili bo'lsin. Ammo bu kishi bizdan ko'p so'rab ketdi. "Qiyinchilik bormi?" Biz, "Yo'q, bir qiyinchiligimiz yo'q" dedik. Lekin bu odam bekli aqlli edi. Bizdagi qichqoq va ojizlikni ko'rib bilib oldi. O odam yotoq boshlig'ini chaqirib bizga qahva berishni, pulini o'zi to'laydiganligini aytdi. Yotoq boshlig'imi, "Men bularga maxsus odam o'rinlashtirib beray" dedi. Turmada qahva pulning o'rnida ishiltilatdi. Bizga kimni o'rinlashtirib berganini bilamsiz? Dаңliq kuldirgi cho'lpini Abdurahim Qonni. O bizning yotoqning hojatxonasining raisi bo'lib, uning chochlari, badan shakli, urug'ligi, gap qilishi, mingishlari, hatto ovozi, Allah bilan qasamki, u Uyg'urcha gap qila olsa, ras Abdurahim Qon edi. Tova, dunyoda mushundaqmi o'xshash odam bo'lamdi. Men Abdurahim Qonni yaqindan taniydim. Mana bizning hozirdan boshlab yetakchimiz, hojatxonning raisi bu Soltak edi. Bugun to'limi ajoyibot ishlar yuz bergan edi. Ko'nglimiz to'limi xushal edi. Shunda xushal kayfiyatlar bilan oxiri juma etigan yetib keldi. Bu turmining zulm sitamlari endi yetib kelgan edi. Juma kun etigan endi olam yo'rishiga sirtqa ilib chiqdi va bizni dastlabki qattiq tekshirilgan 4-darvoza oldiga ilib keldi. Bizni yalang'och qilib, inchiklab tekshirgandan keyin bizga turmining maxsus sotqa kiyib boradigan kiyimlarini kiydirdi. Ondan bo'ynimizga halqa silib, bo'ynimizni qo'llarimizga odatda itlarga bog'laydigan inchki zanjir bilan bog'lab, bizni sotqa boradigan boshqa jinoyatchilar bilan qetib qo'ydi. U halqa 20 millimetrlik temir halqa edi. Bo'ynimizdagi halqaga zanjirni o'tkazdi. Tova, bu ko'rinish kinolarda bor edi. Ammo bugun o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Yo'q, balki o'zimiz bog'landik. Shu kuni bu turmidan sotqa boradigan balkim 100 dan ko'proq odam ekan. 30 dak ayol kishimi bor edi. Bularmi bizga o'xshash bog'langan bo'lib, erlarining keyniga chetib qo'yilgan edi. Bu bog'langanlarning tizilish shaklini bir poyezd vagonlari desimi bo'ladi. Bizni shundoq chetib sirtqa ilib chiqdi. Turma oldida cho'ng mashina turibdi. U mashina yezilarda kala, qo'y silib yutkaydigan mashinalar edi.
Mashinaning to'chay atrofi baldoq-baldoq reshitki bilan to'salgan edi. Hamma odamni bu mashinaga chiqardi. Biz bog'liqlik bo'lg'achqa to'limi qulaysiz edi. Ammo nima amal? Mashina odamlarning yerimi chiqmasdilla to'shib ketgan edi. Ammo saqchilar hamma odamni mashinaga patquzdi. Keyin bizning atrofimizda moto minib olgan qurolli saqchilar qo'rshigan holda yo'lga chiqdik. Balkim 2 soat mang'andan keyin sot maydoniga keldik. Bu yer odatdagi yizi maktablariga o'xshaydi. Biz bu yerga kelganda boshqa turmalardan kelgan jinoyatchilarmi bor bo'lib, hammasini yog'ochdan yasalgan birli qafas uyga solaydi ekan. Bizni mashinadan tushirib, bo'ynimizga o'tkazgan zanjirni ilib o'tib, qo'llarimizdagi bog'liq zanjir bilan qafasga birdan kirgizdi. Biz kichik qafasdan o'malab o'tib, cho'ng qafasga kirdik. Bu yerga taraf-tarafdan jinoyatchilarni ilib kelayotgan edi. Soat 10 bo'lganda uning ichida odam o'ri turish mumkin bo'lmas bo'lib ketdi. Teximi chataq yeri, bu uyning ichida hojatxonasi yoki suvxonasi yo'q ekan. Bu uyning bir bo'lingida 1 metrda 1 metr keladigan yer 10 sm egizlikda ko'tarib qo'yilgan. Xuddi biliq ko'lchikidek bo'sh o'rin bo'lib, bu yerga odamlar kichik tarat va cho'ng tarat qiladi ekan. Hey, bu o'rin tush bo'lmasdan to'shib ketdi. Ammo odamlar to'xtamay chiqaryotdi. Soat 2 bo'lganda bu tezaklar bu uyning hamma yeriga yamrab patqoq hosil qilgan edi. Butun atrof sisiq puroq bilan to'lgan va meynat bo'lib ketgan edi. Hurmatli o'qirman, bu ishlar hargizmi uydurma emas. Dal bizlar o'z ko'zimiz bilan ko'rayotgan ishlar edi. Qandoq chididinglar demsiz. İnsan chidiy olmaydigan ish bu dunyoda yo'q ekan. Sirtda nurg'un odamlar bor edi. Ular bu mahbuslarning ota-onasi, ayoli va bolalar edi. Ularga tamoq akilatdi. Qafas ichi borgancha nacharlashib, gaz chiqishga boshladi. Biz texicha namoz o'qimagan edik. Biz sirtga qarab nimadir bir narsalarga talmuratdik. Sirtdagi u odamlarning chiroyi ota-onamizning, do'stlarimizning chiroyini eslatdi. Hamma odamning yo'qlaydigan odami va tamoq elib yeydigan puli bor edi. Ammo bizning Allah'tan boshqa hech narsamiz yo'q edi. Albatta nimalarni o'ylab, nimaga talmurayotganimizni Rabbimiz yaxshi bilardi. Biz faqat Allohning irodasi yetib kelgicha oldirab qolgan edik. Asr namozning vaqti bo'lgan edi. Bizni bugun sotqa olib chiqmadi. Ammo sirtda ratlik kiyingan hijoblik 3 ayol va bir necha sallik kiyib olgan shayxlar bir kimlarni saqlayotgandek turadi. Arsida bir ayolni men tonidim. Do'stlarimga "Qaranglar, heliqi ayol" deb u ayolga ishorat qilsam, u ayolmi bizga qarab illiq kuldi va yenidagi boshqalarni bizga ishorat qildi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nahya bihi fi 'izzatin tasmu bi